Tug'ma maymoqlik bu ortopedik kasalliklar ichida eng ko'p uchrovchi nuqsonlardan biri sanaladi va buning hozirgi kunda asl sababi noma'lum, lekin kasallik kelib chiqishi bo'yicha bir nechta nazariya, ya'ni teoriyalar mavjud. Bular quyidagilar. Birinchisi bu neyrogen teoriya. Bu teoriya bo'yicha bolada maymoqlik rivojlanishining asosiy sababi nevrologik tizimga homila rivojlanish davrida ta'sir natijasida oyoqlarda maymoqlik kuzatilishi mumkin. Keyingi nazariya bu mexanik nazariya. Mexanik nazariya bu homilaning juda yirikligi yoki bachadon hajmining kichkinaligi oyoqlarda deformatsiyalarni, ya'ni maymoqlikni keltirib chiqarishi mumkin degan nazariya mavjud. Infeksion nazariya. Infeksion nazariya bu infeksion omil homilaga ta'siri natijasida bolalarda oyoq panjasi maymoq holda dunyoga kelishi mumkin. Va bunaqa teoriyalar, bunaqa taxminlar juda ham ko'p, lekin aynan tug'ma maymoqlikning hozirgi kunda aniq sababi noma'lum. Tug'ma maymoqlik nuqsoni bu juda og'ir nuqson sanaladi. Shunga qaramasdan hozirgi kunda rivojlangan tibbiyot bu kasallikdan to'liq forig' bo'lish imkonini beradi. Va bu hozirgi kunda panset usuli sanaladi. Panset usuli tug'ma maymoqlikning yechimidir. Hozirgi kunda butun dunyoda shu kasallikni, ya'ni tug'ma maymoqlikni davolashni oltin standart sifatida tan olingan. Jumladan bizning respublikamizda ham bu usul keng qo'llaniladi va chaqaloqlarni og'ir nogironlikdan xalos etishda yordam beradi. Panset usuli bu nima? Bu usul maymoqlikdan qutulish usuli yo'li bo'lib, bosqichli davo sanaladi. Panset usulini muhim jihatlari quyidagilar. Birinchisi, davo juda tez erta davrlarda, aniqrog'i chaqaloqning kindigi yarasi tushgandan boshlanishi zarur. Ikkinchisi, birinchi bosqichda chaqaloqning oyoqlariga har 5-7 kunda almashtirib 6 tagacha gips qo'yilishi zarur. Keyingisi bu gipslar qo'yib bo'lingach, chaqaloqning axil payini uzaytirish zarur va so'nggi bosqichda, ya'ni 3-bosqichda kasallik qaytalanib qolmasligi uchun chaqalog'imizning oyog'iga maxsus moslamalarni taqishimiz kerak bo'ladi. Agar shu ketma-ketlik hamma qonuniyat asosida to'g'ri bajarilsa, chaqaloqlar bu darddan xalos bo'ladi. Tug'ma maymoqlik nogironlikka olib keluvchi og'ir xastalikdir. Agar bu nuqsonga o'z vaqtida zamonaviy davo chora-tadbirlar ko'rilmasa, bu xastalik og'ir nogironlikka sabab bo'lishi mumkin. Tug'ma maymoqlik bilan chaqaloqlarning dunyoga kelishini qanday oldini olish mumkin? Ya'ni profilaktik chora-tadbirlar. Umuman olganda bu xastalik ham boshqa tug'ma nuqsonlar singari umumiy profilaktik chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu yaqin qarindoshlar orasida turmush qurmaslik, bu zararli odatlardan, ya'ni spirtli ichimliklar ichish, sigareta chekish va shunga o'xshagan boshqa zararli odatlardan uzoq yurish, o'z vaqtida dam olish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, vitaminga boy ovqatlarni iste'mol qilish, toza havoda sayr qilish va shunga o'xshagan chora-tadbirlar amalga oshirilsa, o'ylaymanki, bu xastalik bilan dunyoga keluvchi chaqaloqlarning soni kamayadi.